Hurmatli tadbirkorlar, mana bilasizlar bizni Agrobank tomonidan har oyda uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Mana bugun navbat qaysi bo'lib o'tyapti. Bugun sizlarga bizni filialimiz tomonidan ajratilayotgan kreditlar haqida ma'lumot beramiz. Bizda hozir biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak, mahalla loyihasi hamda 312-sonli qaror bo'yicha kreditlar berilyapti. Biznesga ko'mak, biznesga birinchi qadam 5 milliondan 17 million so'mgacha, ayollarga 23% dan, erkaklarga 25% dan. Bunda o'zini o'zi band qilgan, asosan hech qayerda ishlamaydigan, rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolar olish mumkin. Garov ta'minoti sifatida sug'urta polisi yoki shunday shaxs kafilligi berib olish mumkin. Endi mahalla loyihasi kreditimiz 50 million so'mgacha. Bunda ham tartibi bir xil. Tadbirkorlik qilaman deganlar bo'lsa, ayollarga 23% dan, erkaklarga 25% dan sug'urta yoki kafillik asosida beriladi. Endi tadbirkorlikni boshlagan, tadbirkorlik qilib kelayotgan, uni yana ham kengaytiraman, yana ham ko'paytiraman degan odamlar bo'lsa, PK 312-sonli qaror bo'yicha 100 milliondan 300 million so'mgacha kreditlarimiz beriladi. Bunda 100 million so'mgacha garovsiz, 300 million so'mgacha garov taqdim etish kerak bo'ladi. Bunda foizlari ozroq. 312-sonli qaror kreditlari hudud toifasidan kelib chiqib belgilanadi. Bizi Paxtaobod tumani og'ir hudud bo'lganligi uchun ayollarga 18% dan, erkaklarga 20% dan beriladi. Tadbirkorlik qilaman degan qiziqqanlar bo'lsa, bemalol hujjat topshirishlari mumkin. Savollar bo'lsa, yaxshi tadbirkorlik boshlaganlar ko'pchilik bo'yicha 18% imtiyozli kredit oson bo'ladimi, bo'lmaydi? Rasmiy tadbirkorlik guvohnomangiz bormi? Bor. 1 yil bo'lganmi? 2 yildan oshyapti. Ha, bo'ladi. 100 million olsangiz bo'ladi. Keyin unga kafil kerakmi, kerak emasmi? Yo'q, kafil kerak emas. Kafil kerak bo'lmaydi. Guvohnoma bo'lsa kafil kerak emas ekan-da. Ha, 312-sonli qarorga kafil kerak emas. Fuqaroning o'zini kafilligi kompaniya garovda etadi. Garovda etadi. Muddat qancha? Muddati 84 oygacha. 2032-yil 6-oygacha.